Nima ish qilasiz? Norboyev Farruh. Men hozir TikTokda gap sotaman aka. Tashog'im mushab yotaman qo'lim bilanda gap sotib yotaman aka. Hozir poka o'sha ishda ishlayman tog'a. Xafa bo'lmang, agarda bundan yaxshiroq ish bo'lsa, ayting men borib ishlayman. Bundan yaxshisi yo'q. Voy, bitta Habashga, Afrikada Habashga daraxt yeriyotgan ekan. Nima qilyapsan? Yotibman. Ana daraxt boshiga chiqib bananlarni terganda olib borib bozorga sotgan. Nima qilaman keyin? Pulini yig'asan-da, arava olasan. Xo'p. Keyinchi qaytib kelasan-da, aravani to'ldirib olib sotasan. Keyin nima qilaman? Yana kelib sotasan. Keyin nima qilaman? Keyin traktor olasan. Traktorning aravasini to'ldirasan. Keyinchi. Keyin KAMAZ olasan. Keyinchi fura olasan. Keyinchi fura chiqazasan-da, maza qilib yotasan keyin debdi. Men hozir nima qilyapman debdi. Hozir nima qilyapman men? Yana bitta gul. Hozir nima qilyapman men debdi. Mana soyada maza qilib yotibmanmi? Yana shunaqa yotamanmi debdi, ha? Ben yotibman-ku, uni sotdim nima, sotmadim nima? Mana shu kunga tushar ekanman baribir. Men yotibman debdi. Ey otajon, mana qara. Mashina qilgan. Bunday jalonni. Xudo bermaganda. Xudo bermaganda.